Insonga berilgan eng qadrli ne'mat bu umrdir. Umr esa belgilangan ma'lum vaqt. Vaqt hayot demakdir. Shunday ekan, o'tayotgan har bir lahzamizni g'animat bilaylik. Uni savobli, manfaatli ishlarga sarflaylik. Zero donishmandlar vaqt qilich kabidir. Agar sen uni kesmasang, albatta u seni kesadi deyishgan. Lavhamiz qahramoni aynan vaqtdan unumli foydalana olgan, yosh bo'lishiga qaramay ko'plab xayrli ishlarga bosh bo'lgan, o'qigan, izlangan, qisqa muddat ichida el-yurt o'rtasida obro'-e'tibor qozona olgan, ustozlarga hamisha hurmatda bo'lgan, ko'plab do'stlar, shogirdlar orttirgan, oilada esa mehribon bo'lgan insonlardan biri Abdusamad Ergashboyevich Asqarov bo'ladi. U 1976-yil 22-sentyabrda Andijon shahrida xizmatchi oilasida tavallud topgan. U dastlabki boshlang'ich ta'limni Andijon shahridagi maktablarning birida ustozlaridan olgan. Maktabni tamomlab 1998-2024-yillarda Andijon shahar mudofaa ishlari bo'limida faoliyat ko'rsatish bilan birgalikda Toshkent davlat pedagogika universitetining iqtisodiyot fakultetida sirtdan ta'lim olgan. Abdusamad Asqarov 1996-2008-yillar davomida Andijon shahar mudofaa ishlari bo'limida chaqiruv komissiyasi kotibi, bo'linma boshlig'i katta yordamchisi, harbiy hisob va zaxira noziri, yoshlarni chaqiruvga tayyorlash bo'linmasi boshlig'i katta yordamchisi lavozimlarida faoliyat ko'rsatgan. U 2008-yildan Andijon viloyati hokimligi o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi boshqarmasida kadrlar bo'limi noziri sifatida ish boshlagan. Boshqarmadagi faoliyati davomida rahbar va pedagog kadrlarni tanlash va malakasini oshirish sho'basi mudiri, kadrlar bo'yicha bosh mutaxassisi, ta'lim muassasalari faoliyatini tashkil etish va qabul rejasini shakllantirish bo'limi yetakchi mutaxassisi, malakali kadrlar tayyorlash monitoring bo'limi boshlig'i va kadrlar kasbiy tayyorgarligi monitoringi bo'limi bosh mutaxassisi lavozimlarida faoliyat ko'rsatgan. Abdusamad Asqarov o'tgan umri davomida qilgan samarali mehnatlari munosib qadrlanib, 2024-yilda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining o'rta maxsus va professional ta'lim a'lochisi ko'krak nishoni bilan, shu bilan birgalikda faoliyati davomida vazirlik, viloyat hokimligi hamda turli tashkilotlarning faxriy yorliqlari hamda tashakkurnomalari bilan taqdirlangan. Inson umri bir yumaloq yo'lchalik bo'ladi deyishadi. Yumaloq yo'l hajmi katta doiradami yoki kichkinagina halqa yo'lmi, buni hech kim bilmas ekan. Abdusamad Asqarovning umr halqa yo'li yakuniga yetgandek. Ammo u bu yo'lda oila mehrini, 2 o'g'il va 2 qiz farzandlari sabab otalik baxtini tuyishga, o'zi sevgan kasbida huzurlanib ishlashga ulgurdi. Shubha yo'qki, uni tanigan, bilgan qalblarda uning o'zidan qoldirgan ibratli ishlari, bosilgan izlar, vataniga, oilasiga, kasbiga bo'lgan mehr-muhabbat hislari abadiy yashaydi va demakki, umr halqa yo'li davom etadi.